Moskva tuni tongga ulanmadi. Poytaxt va Moskva viloyatiga yuzlab dronlar hujum qildi. Kuchli portlashlar, yong'inlar va qurbonlar haqida xabarlar tarqalmoqda. Ammo bu bugungi eng muhim voqealarning boshlanishi xolos. Rossiyada o'zbekistonlik yigit Ukrainadagi urushga qanday yuborilgani ma'lum bo'ldi. AQSh harbiy bazalaridagi oddiy yugurishlar esa xavfsizlik muammosini yuzaga chiqardi. Barcha tafsilotlar maxfiy yangilik dayjestida. Moskva va Moskva viloyati 16 avgustga o'tar kechasi keng ko'lamli dron hujumiga uchragani xabar qilindi. Moskva meri Sergey Sobyaninning ma'lum qilishicha, poytaxtga qilingan tungi hujumda 600 ga yaqin dron ishtirok etgan. Hujum oqibatida Podolsk shahridagi Koledino industrial parki hududlarida joylashgan Wildberries kompaniyasining yirik omborida yong'in chiqqan. Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorovyovning bildirishicha, kamida 1 kishi halok bo'lgan, yana 6 kishi jarohatlangan. Domodedovo hududlarida ham yana bir ombor binosida yong'in chiqqan. Rasmiylar bu obyektni dori-darmonlar ombori deb atamoqda. Bundan tashqari Rostov viloyati ham tungi hujumga uchragani xabar qilindi. U yerda 5 kishi halok bo'lgani va 1 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Rossiya rasmiylari bu hujumni so'nggi vaqtlardagi eng yirik hujumlardan biri sifatida baholamoqda. Ammo hujumning to'liq ko'lami va barcha oqibatlari hali aniqlanmoqda. Rossiyada 9 yilga ozodlikdan mahrum qilingan 22 yoshli andijonlik yigit Ukrainadagi urushga jalb qilingani aytilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, qamoqxonada saqlanayotgan vaqtida Rossiya harbiylari unga hujjatlar imzolatgan. Keyinchalik esa bu hujjatlar harbiy xizmat shartnomasi ekanligini bilgan. U urushga borishni istamaganini aytgan. Shunga qaramay, u boshqa mahkumlar bilan birga Lugansk viloyatidagi harbiy poligonga olib borilgan. U yerda 13 kun davomida qurol ishlatish, jangovar harakatlar va tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha tayyorgarliklardan o'tgan. Keyin esa 2 sherigi bilan birga harbiy poligondan qochib ketgan. Ular bir necha oy yashirinib yurib, Rossiya hududlaridan chiqish yo'lini izlagan. U oxir-oqibat Moskvaga yetib borib, 2026-yil 15-yanvar kuni Domodedovo-Toshkent reysi bilan O'zbekistonga qaytgan. Ammo uyiga yetib kelganidan ko'p o'tmay qo'lga olingan. Endi esa O'zbekistondagi sud unga 2 yil va 6 oy axloq tuzatish ishlari jazosini tayinladi. Bu ishda eng katta savol esa shunday: Rossiya qamoqxonasidagi mahbus qanday qilib Ukraina urushiga yuborildi? Fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. AQShning Yaqin Sharqdagi harbiy bazalarida xizmat qilayotgan yoki ishlayotgan 1300 dan ortiq Strava foydalanuvchisi o'z yugurish va mashg'ulotlarini ilovaga joylagan. Muammo shundaki, bu oddiy sport ma'lumotlari emas. Stravadagi yo'nalishlar orqali harbiy bazalarning ichki tuzilishi, askarlarning qayerda joylashgani, qaysi hududlarda harakatlanishi va hatto kundalik tartibini aniqlash mumkin bo'lgan. Ayrim holatlarda bu ma'lumotlar AQSh harbiy xizmatchilarini nishonga olishda ishlatilgan bo'lishi mumkin. Eng xavotirli misollardan biri Bahrayndagi AQSh harbiy dengiz bazasi. U yerdagi bir pudratchi urushdan oldin muntazam ravishda baza ichidagi yugurishlarni Stravaga joylagan. Keyinchalik u ko'chirilgan mehmonxonada ham mashg'ulotlarni ulashgan. Oradan bir necha kun o'tib esa mehmonxonaga ham hujum qilingan. Iordaniyadagi Muvaffaq al-Salti bazasida ham yuzlab mashg'ulotlar kuzatilgan. Keyinchalik aynan askarlar ko'proq to'planadigan hudud hujumga uchragan. Ekspertlar buni jiddiy razvedka xavfi deb baholamoqda. Xalqaro maydondagi eng muhim va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.